Bismillah. Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimizlar. Bugungi kuninglar xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin, barakotli bo'lsin. Aziz obunachilar, bizda Xudo xolasa, esinglarda bo'lsa sizlarga aytdim. Samarqandlik Muhiddin aka degan yigit kelyapti. Inshaalloh birga ishlaymiz buni bu yog'iga deb. Xudo xolasa mana kech payt keldi, kutib oldik. Inshaalloh yengil mana bugun bir osh qilamiz. Xudo xolasa o'zim qo'l bola qilib osh qilib beray deyapman. Mansur akam bilan birgalikda. Mansur aka, marhamat. Assalomu alaykum. Obunachilarimiz bilan ko'rishib Obunachilar, bizlar, bizlar. Yengil mana biz osh qilamiz. Vodiycha osh. Vodiycha deganda Qirg'izistonda O'sh, O'zgen, Andijon, Farg'onagacha bo'lsa kerak. O'xshash. Namangan ham vodiy ketaveradi. Qirg'izistonda O'zgenidan keltirilgan devzara guruchida inshaalloh bugun qilamiz. Go'shtdan boshladik unda, Xudo xolasa. Hozir biz go'shtini to'g'rab, piyozini to'g'rab solib qo'yib, yog'ni qizitib, piyozni o'ziga kelib turadi. Piyozni to'g'rab solib qo'ysak, qizarib turadi, go'shtini to'g'raymiz, sarsin. Samarqandda yurganda vodiycha oshdan Xudo xolasa. Inshaalloh. Samarqandda ham oshi zo'r. O'zgacha. Hamma viloyatlarda oshlari o'zgacha zo'r. Hali bizniki bundoq deb maqtanishadi. Hammasini maqtaganicha bor. Arziydi. To'g'ri. Menga yoqadi Samarqandda oshi ham nimasi yoqadi deyilsa, guruchi, sabzisi ko'p bo'ladi, ustida alohida bo'ladi, adashmasam. So'llikkina bo'lib juda boshqacha. Menga yoqadi Samarqandcha oshi. Menga hammasi yoqadi. Hozir yoqib qo'yamiz, ozgina qizigandan keyin piyozni solib boshlaymiz. Biz taxminan 1,5 kilo osh damlaymiz hozir. Taxminan 1 kilo go'sht qo'shamiz. 1,5 kilo sabzi. Ser sabzi bo'lsa so'llikkina bo'ladi-da. Yana bitta qo'shimcha vodiy oshida ko'proq sariq sabzilar qilinadi. Hali nima deydi? O'zidang? To'g'ri. Bu yerda endi biz turgan joylarda sariq sabzi topish muammo. Shuning uchun qizil sabzida qilyapmiz. Lekin sariq sabzida ko'rinishi ham boshqacha bo'ladi. Aziz obunachilar, shu fursatdan foydalanib YouTube sohasiga kirib kelishimdan sabablaridan biri shu bo'lganidiki, niyatim bor edi. Shu obunachilarimizni ichidan chiqsa, shu bizni kanalni ko'rib, shu bizni sohaga qiziqqanlar, misol uchun telefon qilib gaplashib, shunaqa birga ishlasak degan taklif bildirsa, ya'ni cho'ponchilik bo'yicha misol uchun deb niyat qilgan edim. Xudoyim mana niyatimizga yetkazdi inshaalloh. Muhiddin aka kelgan odam bizni ashaddiy obunachilarimizdan biri bo'ladi. Akkaunt, telefon degan. Har bir videoyimiz tagiga albatta birinchi kommentariy yozadi ekan, keyin ko'rasiz. Men gaplashishimdan oldin e'tibor bergan edim, chunki ashaddiy obunachilarimizdan hisoblanar ekan. Keyin gaplashib qoldik. Sababi nima bo'ldiki, esinglarda bo'lsa, bir производитель qo'chqarimizni biz o'zimizni itlar yeb qo'ydi degan bir video chiquvdi. Keyin oradan bir 2 kundan keyin shu akamiz telefon qildi, Muhiddin aka, nima bo'ldi? Itlaringiz qanaqa? Aytib bering dedi. Shunaqa aka, itlarimiz 6 oylik, 5 oylik kuchuklar alaba. Bu yerda nima xavflari bor? Bo'ri bormi? Nima sababdan itlarni boqdingiz? Shunaqa deb aytsam, yo'q, sizga bu yerda bo'rilar yo'q-da. Bizga cho'pon, rosmoni cho'ponlarda oldida cho'ponchilik qilgani yordamchi bo'lib it kerak negiz. Yo'q, qo'yasizlar bilan bo'ldi. Aziz obunachilar, nima deyatdim? Qo'chqarlarimizni itlar yeb qo'ydi bittasini. Uka, sizga unaqa it emas. Agarda bo'ridan xavf bo'lmasa, anaqa deb gaplashib qoldik. Qisqasi, keyin aka kamerani yoqing deb video vizitda gaplashdik. Juda uzoq gaplashib qoldik. Men boraman unda uka.
siz oldingizga deb qoldi. Aka mayli deb. Mana rizq qo'shilib nasib qilgan ekan, keldi inshaalloh birgalikda ishlaymiz endi. Akamdan ham iltimos qilaman, men yaqinda Xudo xolisa safarga chiqaman aziz obunachilar. Qanchadir muddat bo'lmayman. Islombek, Bek, mana Muhiddin akamdan iltimos qilaman. Shu kanalimizga chiroyli kontentlar qilib berib turasizlar o'zingizlar deb. Xudo xolisa yigitlar kontent qilib turadi, men montaj qilib qo'yib turaman. Demoqchi bo'lganim, niyat qiluvdim aslida o'zimiz obunachilarimiz ichidan bo'lsa yaxshi edi deb. Alhamdulillah mana Xudoyim yetkazdi. Obunachilarimizni, bo'lgan ashaddiy obunachilarimizdan bir odam kelib inshaalloh mana birgalikda endi ishlaymiz deyapmiz Xudo xolisa. Yaqinroqda ko'rasizlar odamga. Ha. Yaxshi niyat qilish kerak ekan, aziz obunachilar. Yaxshi niyat qilib Allohdan so'rash kerak. Ko'pchiliklar niyat qilasizlar, Xudo xolisa biz ham masalalarga borib fermalar qilamiz deb. Ajoyib emas, farishtalar amin deb qolsa, mana ko'pchilik ilhomlanib qo'y oldi, shu sohaga mana bizni fermalarni ko'rib qiziqishyapti. Biz albatta juda xursandmiz. Sababchisi bo'lsak, yordamimiz tegsa, xursand bo'lamiz albatta. Aziz obunachilar, mana inshaalloh bizda go'shtimiz qovurilyapti. Xudo xolisa 1,5 kilo guruchga rasxod qilganmiz. Bu yerda mana Mansur akam yengil o'zi chiroyli qilib bizga sabzilarni to'g'rab beryapti inshaalloh. Aziz obunachilar, endi biz hozir guruchni yuvib turib yutib qo'yamiz. Chunki birinchi yutib, keyin yuvilsa nima bo'ladi? Guruch maydalanib ketadi yumshagandan keyin. Shuni hisobiga biz birinchi yuvib olamiz, keyin yutamiz. Yana bir o'zimni fishkalarimdan balkim bu ko'pchilik foydalansa kerak. Go'sht qovurilayotgan paytida piyoz bilan go'sht. Men tuz hech narsa solmayman. O'rniga 2 dona, 2 zubchik chesnokni maydalab, chesnokka dayilkadan o'tkazib turib sovuramiz hozir. Chunki mazasi bir-biriga o'tib, boshqacha o'zini samimiy nimasi o'tadi-da bir-biriga mazasi. Tuz solinsa hozir go'sht qatirib qo'yadi deydi. Qisqasi men solmayman. Tuzni keyinroq solaman. Hozir sizlar bilan birgalikda birinchi guruchni yuvamiz, yutamiz. Mana aziz obunachilar, go'shtimiz qovurilyapti. Qozonni ichini ham ko'rsatgan-ku. Mayda qilib biz somsoq deyiladi. Sarimsoq. Sarimsoqmi? Bizda qo'shda somsoq deyishadi. Aziz obunachilar, endi navbat mana guruchga. Guruchni biz birinchi yuvib olamiz, yaxshilab. Ilmiliq suvda yuvamiz. Guruchni ertaroq birinchi yuvib olishimizning sababi shundaki, guruchni mana hozir yuvilyapti, qattiq, sinib ketish ehtimoli juda ham oz hozir. Ehtiyot qilamiz chunki dona bo'lib juda ham shirin chiqadi inshaalloh. Keyin bu guruch biroz suvni ko'proq yaxshi ko'radigan guruch. Suvni ko'proq yaxshi ko'radi, ko'proq suv ichadi. Ko'proq suv ichadigan guruch bu. O'zi aslida birinchi o'zi guruchni yutib qo'yishadi-ku bizda. Ha, biz bugun kech qoldik. Yana ham hidi chiqdi aka. Maşallah. Bütün xonaga hidi chiqyapti. Endi Mansur aka sizdan iltimos aka, hozir to'g'ralgan sabzilarimizni solib qovurib berasiz bir qator. Xo'p, bo'ladi. Ikkinchi qismini suv qo'yib turib keyin solamiz sabzini. Sabzini? Hozir yarimi to'rg'alda. Ha. Mana aziz obunachilar, sabzisi inshaalloh solinyapti. Hozir shuni yaxshilab qovurib turib, sabzisini ezib ko'ramiz. Yumshoq holatga kelgan paytida suv qo'yamiz, qolgan qismini keyin sovuramiz sabzini. Mansur aka, sizga juda ham poverchilik yarashadi ekan.
Qozonni bo'ydi. Taklifsiz taklifsiz. Mana aziz obunachilar, bizda inshaalloh qovurilyapti. Xudo xolasa hozir 5 daqiqalarda suvni qo'ysak bo'laveradi ekan inshaalloh. Suvni quyib, keyin sabzisini solamiz, qolgan qismini va tuz qo'shamiz. Mana akalarimiz bu yerda chiroyli qilib sabzilarni to'rg'ashyapti. Ko'pchilik bilan bo'lyapti, inshaalloh sirin chiqadi xudoimiz. Mana aziz obunachilar, bizda inshaalloh protsesslar. Ha, Islombek? Avvalgi keyin video ko'rsataman. Bizda protsesslar davom etyapti, xudo xolasa. Mansur akam chiroyli qilib o'zi qozonni boshida. Bu yerda mana bek mayda chudalar yengil taxlayapti. Xudo xolasa. Qalay Mansur aka, o'xshayaptimi? Siz reseptingiz bo'yicha qilyapsiz. Mana bizni Muhiddin akamiz bugun keldi, xudo xolasa. Ashaddiy obunachilarimizdan kelishlari munosabatiga mana chiroyli qilib osh qilyapmiz, xudo xolasa. Mana aziz obunachilar, suvni quyapmiz, xudo xolasa oshimizga. Qaynagan suv quydik, tezroq bo'lishligi uchun. To'xtab qaynatib oldik. Endi mana shu paytgacha har qancha bo'lsa qaynadi, bir-biri bilan tanishdi bular, mazasi bir-biriga o'tdi. Xudo xolasa mana ikkinchi qismini solamiz, sabzini. Yarmini qovurib oldik, ko'rdinglar. Yarmini mana hozir solamiz. Endi achchiq qalampirlarimiz bor, achchiq qalampirlarimizni ham solamiz. Suvimiz ozroq shekilli, Islombek. Ozgina ozroq ekan, yarim cho'mchana suv qo'yamiz ekan. Endi keyin tuzimizni ham solamiz, aziz obunachilar. Hozir solinsa tuz, xudo xolasa. Juda ham bir boshqacha bo'ladi deb o'ylayman. Men unaqa professional power emasman, lekin ishqivoz juda ham yaxshi ko'raman. Alaykum assalom. Bir yigitlarimizni ham ko'rsating, Islombek. Salomlashyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bahodir aka. Tuzimiz charchamasdan yursin. Maza yaxshi. Bek benasi deb qo'ying obunachilarga. Islombek. Bek. Chiroyli qilib shakarobni nimasini qilishmi-ku? Bitta piyoz arching. Keyin tayyor qilib damlab Men nima qilay? Videoga olib yuravering bekarchi olib. Endi tuzni 1 kiloga 1 qoshiq qo'shamiz. 1 kiloga. Bizda 1,5 kilo, mana bitta va 1,5 ta. Keyin oxirida ko'ramiz tuzini, oshib kamini qo'shamiz. Xudo xolasa. Hozir taxminan 15 minut, 20 minut inshaalloh qaynasa yetadi. Keyin damlaveramiz. O'zi uzoqroq qaynasa albatta shirinroq chiqadi. Biz ozgina kech qoldik. Mana akalarimiz xizmatdan kelishdi, ashini hisobiga 15-20 daqiqa ham yetadi. Aka kech bor? Bor. Mana biz inshaalloh guruchni mana solyapmiz. Taxminan qaynadi 15-20 daqiqa. Yo'q, hozir emas. Idish shu ekaningizni ham nima qilaylik? Bo'yda oladi ish shu ekan endi. Aziz obunachilar, mana bizni guruchni soldik. Oshni ko'rsatingdik-ku. Qalampirlari qoladi. Guruchimizni suvimiz ko'mish kerak. Chunki guruchni ko'p, bu guruchimiz suvni ko'p ichadi va biz kechroq uyutdik. Asli hisobiga qo'rqmaysizlar, suvini ko'proq quyaverasizlar. Inshaalloh tortib oladi suvni. Suvni ko'p ichadi. Qo'shqalar tepaga chiqib ketibdi.
Bunday devorga kechib ketib qolibdi. Keyin devorlardan ikki qaytarib tushdim. Bunga qarasam, e'tibor bermabman bir qo'chqaloq вообще hayolimda yo'q. Badamda kirib ketaversam, ash to'xtab olib qora narsalar turibdi-da. Bekim olib qilyapti ekan shakarot. Men bechora qiynalib kamerani ko'tarib yuribman. Eng og'ir ishni o'zim qilyapman shekilli. Ko'p qo'l ekanlarini chiroyli qilib qarang, qo'llarini urishtirib turibdi. Qorani ko'rdingmi? Benesadan obunachilarga. Aytavering endi. Qancha o'rganingiz qaysi olyapsiz? 10-chiga. Vannaga. Men yemayman endi. O'ylab oling, bu bedoqli turadi chata. Videoni ham ko'paytiradi. Ko'rdingmi? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Endi 3 minutli olibman chata. Men kamida 15-20 minutli video kerak. Hammani videoga olyapman, o'zim qolib ketyapman. Shunday krasavchi bo'ladi. Haligi obunachilar ko'rolmay qolyapti menda. Nima deydi? Fotogenichniy odamni. O'zbekchalar nima deydi uni? Agar bel to'qisam bir oy oldi, 2 oy. İçim qizib zerk bor. Siz olmaydi ekan. Zerk. Shuning uchun Zerikmayotganlarda Mana aziz obunachilar, bizda oshni damlash jarayoni. Keling, operator yigit, yaqinroq oling. Suvi qolmasligi kerak. Mayli sabzilari tevaga chiqib ketsa ham men e'tibor bermayman. Xudo xolisa qalampirlar ichida qoldi. Go'shtini to'g'rab olganman. Endi xudo xolisa damlash jarayoni. Mana ozgina suv bor ekan. Sizlarda yana Jichib kutish kerak. ozgina. 1 santimetr suv tagiga kirsa bo'ldi. Jush kirib o'tdi suv. Qolmabdimi? Damlaramizmi? Oshni bunday qoshib tiqib ko'rsangiz 1-2 santimetr, 3 santimetr pastda bo'lsa, уже dimlanaveradi-da. Bo'ldi, damlayapmiz unda mana. Bizni Islombek ukamiz ham katta power, negizi ancha-muncha o'zi menga ko'rsatmalar berib turadi. Endi biz ham havaskormizda, obunachilar. Mana tekis qilib ustini mana qilib to'g'rilab olamiz. Bismillah. Endi 20 minut damlanish kerak. Past qo'yamiz. Lüksus bir. Aziz obunachilar, biz oshimizni damlab qo'ydik. Xudo xolasa 20 daqiqada oshimiz tayyor bo'ladi inshaalloh. Bekda ham ko'rsatingchi nima qilyapti deb. Spuskasi ishlayapti. Shakarop aka. Bo'lyapti. Nima deysiz obunachilarga? Nima dey? Achchiq qalampir. Bo'ldi, Shakarobga ham achchiq solamizmi? Shakarobga ham achchiq solardingizmi? Ha. Aziz obunachilar, bizdagi odamlarni hech o'ylashmaydi. Achchiq vobshe yemayman. Baskishda yo'q ekan, bitta baskishda. Şey yemayman. Qo'yganlarga hayronman. Achchiq yeyaverishaveradi. Abolarda ham. Bu yoq achchiq yeydi. Bulardan bilmadim endi hammasi yeydimi, yemaydimi. Achchiq yeysizmi o'zi siz? Bitta yagona men achchiq yemayman ekan. Bizda qayga to'yga borganini biladi. Islombekga bitta talent berib nom qo'ysin deb. Ichiniga sop qo'ying deb. Mana shunaqa qilaydik. Chinilar bor ekan. Xo'p bo'ladi. Ha, ana. Xo'p bo'ladi. Mana hozir Shunaqa qilaydik. Achchiq yemaydiganlar bitta men ekanman, bechora men. Voy, jonim. Haqiqiy zahar bu, zahar. Odamni umrini qisqartiradigan narsa shu o'zi. Bilasizlarmi? buni yeyish bo'lsa. Qani, aziz obunachilar, sizlar bilan birgalikda ochamiz inshaalloh. Oshimiz mana tayyor bo'ldi, xudo xohlasa.
Gazimizni o'chiramiz. Islombek, u nimaga olaylikmi? Pastroq. Nima? Bo'laveradi. To'g'ri ham qo'yish oson bo'ladi. Ikkita o'zim raqamga. To'xtang, spushkani qo'ying. Qizig'i masalan boshlaganda Deyman ko'payishib qolganiga qisqardi instinkt. Nimani oling ki? Qo'yni so'ygandan keyin hali har xil bolalar chiqadi-yu, masalan. Ashlardan berganmiz. O'zimizga mana to'xtab. Qo'yib yubormayman. Paqa to'ntardi. Qalampirni to'rg'ab soluvdingizmi? Yo'q. O'sha kichkina ekan o'sha. Nechta bitta tovoq solamizmi? Ashida. Qani? Urganda nima? Mashinaga solaylik. Chaqib berganda bek. Bo'ldim, buni beraveraymi? Uyda o'g'ilga pitbull oldik. 3 oydan keyin yig'ishtirib. Joyi o'sha. Nima? Oshni olinglar. Bo'mida biz bular. Shakaroblarimiz. Shakarobni olinglar. Qani? Shakarobni olinglar. Achamasini berib yubormaydi. Muhammad achamasi. Voy, chata. Mana qalampir bor ekan, mana ko'rdim. Mana. Bo'ldi. Maqsad bemalol. Guruchni oshishga achchiq o'tib ketmadimikin, nima deysizlar? Voy, olla. Bismillah. Qoshiq beraychi. Bor qoshiq, qoshiq berasizmi? Men qoshiq. Sinovchi. Qoshiq bormi? Malik. Qoshiq yo'q. Qoshiq bormi? Beravering. Olla. Yetdimi hammaga? Yetdimi? Hozir men olaman, sizlar olib turinglar. Qani olinglarchi? Olla. Operator hech uzoq turmasa bo'lmaydi. Oshdan. Bismillah. Va, para hali ham chiqyapti. Issiq bo'lmasam.